Yana bizda bir ajoyib mahsulotimiz bor. Mana hozir hammamizda nov yetishmaydi, qon yetishmaydi. Haqiqatan gemoglobinimiz tushib ketaveradi. Qancha davolansangiz ham hech ham 120 ga qoningiz chiqmagan. Lekin bizlar o'sha Greenwich brend ostindagi qon ko'paytiruvchi shu siropimizni ichib, hatto o'zlarimizni direktorimiz Go'zada Hayitboyevamiz ham qonni 120 ga chiqqan ekan. Qaranglar. Yana bu arzon narxda bu qizil apelsinni suvi. Bu tabiiy. Qo'rqmagan holatda ichaverasiz. Mana hozir aptekadan dori olib ichsangiz ham bo'g'ringiz zaharlanadi, to'g'ri emasmi? Bo'g'irni tozalash uchun yana ham qo'shimcha dori beradi. Lekin bunda tabiiy mahsulot, mana bu ham chiyadan bo'lgan. Mana bahosi 120 ming so'm. Buni bahosi 35 ming so'm. Qarang, birginasini bir o'zi ozon bilan ichishni tavsiya qilaman. Ertalab turganimizda, sababi bizning organizmimiz och bo'ladi. Och holatda to'qsinlarga yetkazish uchun bularni ichsak, albatta effekti zo'r bo'ladi. Bu 35 ming so'mdan, bu 120 ming so'mdan. Lekin effektidan zo'r. Boshda gemoglobiningizni o'lchatib ko'ringlar. Gemoglobiningiz past bo'lsa, ana keyin buni ichib qaytadan o'lchatinglar. Sababi bir yilda 2 quti normal, ajoyib 2 dona ichsangiz ham hozir qon o'qinlarda olgan taqdirda ham reaksiya berib yotibdi. Uni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Lekin tabiiy holatda, buni ichgan holatda 100% tabiiy. Hech qanday ximikati yo'q. Bu vishniyadan bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar. Ana bu qizil apelsinning suvi. Bizlar sara apelsin yeganmiz, lekin qizil apelsin bellarga kelmaydi. Sababi u shifobaxsh. Buni ana shunday qo'shimcha gemoglobin tiklash uchun ishlab chiqaradilar. Olinglar, ichinglar, ko'ringlar, natijasi bomba bo'ladi.